Assalomu alaykum. YouTube ahli. Sog' omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bu yana bir ish jarayonlaridan ko'rsataylik dedik. Xo'sh, mana naryoqlarda nimani ajratish boshlangan. Begomislarimiz ana yaqinroqda bunisini ko'rsatsak, mana o'tda qurib boshladi, mana yorilib, bu yonda ikki tarafdan qurtni yiqqanmiz. Xo'sh, mana endi hozir bir ukamiz yana qiziqib kelibdilar. Shu biznes bilan shug'ullanaman deb. Mana hozir 20 kvadratda joy taxlabdilar. 110 kvadrat joyda, endi 5 kvadratda 1 kvadrat tashlash kerak normasi. 110 kvadrat joy, xo'sh, 20 kvadratdan olib ketyaptilar. Yashiklar endi hozir sanash iloji yo'q, mana qarang ana. Ana yigitlarimiz olib solib o'tiribdi, endi videoga tushmay deb tortindi bular. Hammayli sog' omon bo'lsinlar, boshlari omon bo'lsin. Bular ham ishlariga omad, rivoj tilaymiz. Mana bu ham bitta shogirdlardan. Yaxshimisizlar? Biltir ish boshlaganda 100 millionlik sotdan pichoq. Yana kengaytirmoqchi. Kengaytiramiz inshaalloh. Mana zishliklarni ham ko'rsatsak, endi bu yerda qanchalik ko'rinyapti. Shappa tikka qochib ketyapti. Mana yangisidan tashlab beraman. Tajaqa yangisidan sekin chappaqqan mana. Ana uni hali ezing. Mana bunga qarang. Hozir och qolib, sal maydalashganda bular och qolgan. Qani? Sekirroq. Buni chappaqsan. Qurt. Ana bunga qarang. Ana. Hali ham bular bichi kech qoldi. Quyosh chiqib sal orqaga qochdi bular. Barvaqtroqdan olish kerak, barvaqtdan. Bu qurtlarga qarang. O'zlari ham bayron qolibdilar. Mayli. Sog' omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Hammalar ishlaringiz omad.